Gulxar opa, bolamni sutdan chiqazmoqchiman, 1,5 yosh, lekin yozda mumkin emas, chiqarma deyishyapti. Bu to'g'rimi? Bu kitob hech qaysi kitoblarda va hech qanday ma'lumotlar yo'q. Ya'ni bolani yozda sutdan chiqarish mumkin emas degan. Agarda ona tarafdan yo bola tarafdan emishga qarshi ko'rsatmalar bo'ladigan bo'lsa, xohlagan payt bolani sutdan chiqarish mumkin bo'ladi. Lekin plan bo'yicha siz bolangizni sutdan chiqarmoqchisiz. Bunday bo'lsa, siz salqin fasllarni tanlaganingiz ma'qulroq bo'ladi. Chunki sutdan chiqqan bola juda ham injiq bo'lishi yoki biron bir narsaga ruju qo'yishi mumkin. Balkim kompotlarga, balkim qo'shimcha boshqa smeska yoki sutga ruju qo'yishi mumkin. Ya'ni ko'krak o'rniga uni tinchlantirish uchun boshqa ovqat berishingizga to'g'ri keladi. Yoz oyida hazm traktisi sekinlashgani uchun yangi ozuqani qabul qilishga bola biroz qiynalishi mumkin. Bundan tashqari, bu yoshda hali bolaning barcha tishlari chiqib bo'lmagan bo'ladi va bola milklarni qichishi hisobiga o'yinchoqlarni yoki qo'llarni og'ziga tiqishi va ikkilamchi infeksiya tushishi ehtimoli ortadi. Onasi esa ichak infeksiyalaridan 50% ga bola organizmini himoya qilib turgan bo'ladi. Shuning uchun farzandingizni plan bo'yicha sutdan chiqarmoqchi bo'lsangiz, yoz oyini o'tishini kutganingiz yoki yoz oyigacha ulgurganingiz ma'qulroq.